Assalomu alaykum, men Boychirayeva Nilufar, Terakzor mahallasi yashayman. 2025-yili Agrobankdan 50 million kredit olgandik. Bu olgan kreditimizga 20 ta qo'y olgandik. Bular hozirgi kunda 30 taga ko'paydi. Buning daromadiga bir 10 ta o'zimiz ham qo'shganmiz. Bundan tashqari ikkibosh chorvachilikdan ham shug'ullanamiz. Ikkibosh qora molimiz bor. Buning sut farqlaridan foydalanamiz. Bu oilamiz uchun oilamizga yaxshi daromad keltiradi. Yana bunga qo'shimcha parrandachilik bilan ham shug'ullanamiz. 20 ta tovuq bor edi. Buni tuxumlaridan foydalanamiz. Biz oilamiz uchun yaxshi daromad keltiradi. Bugungi kunda 80 millionga kreditimiz daromad keltiradi.